Dünyada en arzon narsa nima cho'ng dada? Eng azal nima xotin. Ama pul topgan edem. Topgan pulimni ota-onamga oberdim. Aka qarangay bir cho'ng dadimiz motosini yasat qilib kirdimi? Voy, jura chiqib baqala. Ma'qul. Qanday ahvolingiz? Yaxshimi, salomat odam to'ydingizmi? Necha kirdingiz? Bize 88. 88. Ha, Voy. Siz bu nonni setayotganlaringiz qanchalik bo'ldi? 5-6 yıldek oldu. Siz jutlardan cho'ng dada. Yutum kuşağı diyor. Siz Urumchiga chiqqanlar qanchalik bo'ldi? Destek çıkırım bilen hesap kısam 50 neçe yıl oldu. Qancha bolangiz, qancha nabrangiz bor? 5 falan ba, o yetim nevren ba. Voh, voh. Siz baxtliga bir yori ekansiz cho'ng dadani. Çevrem ba. Mo'may bordi. Ba. Cho'g'animiz necha kirdi? Umur 80'lik girdi. Ajoyib baxtli ekansiz. Hozir mana bu tok-tok motorlarga prav ketmamdi ya. Ben okumayım ben. Ayda verdim mi saksını Hech kim tutma dedi ha. Partiya hukumatning g'amxo'rligi ham Vay shunday yapma o partiya hükümetin g'amxo'rligi deganni nima degan cho'ng hozir biz dünya bo'yicha ma'lumgacha bayashat dünya yok mesela. Davlat yo'q. Davlat yo'q. Dunyo bo'yicha bizninkidek bizning davlatdek bayashat davlat yo'q. Mana haqiqiy tushunib yetibsiz. Ana bo'lib qolsa bugun siz bizga taleylik bo'lib faqatdingiz. Neningizdan qancha ish ekanligini o'zingiz bilsangiz, neningiz bizga hisob. Sizni men hozir opirib, sizni katta bir yasayman. Kostyum burilgan kiygizib, ravrus qilib bir jinshin 55 yosh atrofida bo'lib qolamsiz, bir yasaymiz. Ana bo'lib qolsa katta. Ben bu pul topgan edem. Topgan pulimni ota-onamga oberdim. Ben hazır baxtli desem ben hazır. To'g'ri. Hamma jihatdan o'zimni baxtli hisoblayman. Qattiqla mundaq chamsizda, salcha mundaq bu g'urbatchilik yoki pul tanlagan yoki balvoqniki yo xotinniki mundaq tarafidan meniki o ko'nglimga zarar yetadigan ishlar yo'q. Mana shundoq umrni ko'rishimda mening bir lab tutgan yo'lim qaraslar. Men yo'qatsam vaqtni yugurmayman qarab. Tepasam qo'shib ketmayman. Bir kun qanchalik non tuysiz cho'ngda? Bir kunda gav kunisi 200 ming tugatmoqchiman. Anlarda hali ep qo'ydi. Mening gav kunisi tugatgan nenimni Navoiyxon tugatolmaydi. Gav vaqtimda aşağıda demping chayning og'zini ichib tashlab qo'yib qarang. Ha. Kirib ketdimi? Aldig'ini o'zi alta qachilab elib pulni etib qo'ydi. Aşağıga bir uydan chiqishi 1-2 soatning ichida 1-2 ko'ylak sodib qoldi. Cho'ngda ko'nglimdagi bir gapni qilay. Har qandaq bir ota-onani qaqshitib, ota-onadan ayrilib qolgandan keyin, voy dadam, voy anam deyotganning yuragini mushto chekib baqsa, har qanday insonda ay ilgirkin jup tugilak bir tal tosh urildi cho'ngda. Uning qo'liga. Nima uchun? U pushaymon, hasrat tishi u. Ümidim cho'ngda mening. Bolalarimiz vafodor bo'lsin. Ota-onaning qadriga yetadigan bo'lsin. Bugun bu ota-ona balkim kechicha yo'q bo'lib ketishi mumkin. Bir daqiqa, bir minut, bir soat bo'lsin vaqtimizni chiqarib, bir nom bilan qo'shiq to'ydigan shu mehribonlarimizni yaxshi beqib olishimiz kerak. Maqarang, ilchi. Makastum burilgan hamda asos jihatdan shu Şinjan bozorida 10 necha yilni put tasab turgan bir marka. Shuni sizni men bir shu o'zimning dadasini yasagandek bir yasayman. Kirib ketdik. Mihribanım, g'amguzorım, jon dadam, bag'rim dadam. Xusabarim, şavkatim, şanim dadam. Dadamning yo'qligiga hasad qilyapman. Dadam bo'lgan bo'lsa, dadamdek beqib olgan bo'lsam, mushunda yosh kirgan bo'lsa, naqadar go'zal yoshlar. Mana shu chiqadi. Bir 2 minut bo'lsinmi ham, o'zimning dadasi bo'lmasimi garchi. Men mushunda dadamning o'rnida, men mushunda mulozimat qilganligim uchun ajoyib qo'shib ketib olma. Shunga butkul dunyodagi dadasi borlar, cho'qim dadangni qadrlanglar. Ulardan ayrilib qolgandan keyin menga o'xshash hasrat, nadomat, pushaymonlik qilmanglar. Nonni biz qoladi. Sahar qopab kirish etayotgan muhit tozliqchilarga, kechini kunduzgi ulab ishlayotgan ishchi do'stlarimizga men taqdim etaman. Mush cho'ngdanimizga o'xshash atdiganda uydan chiqib, balam zerikib qoldi ekanman. Mush ish
men uchun bir kun o'tkazdigan bir hem ticaret hem ziyaret hem nurg'un adam bilan tanishishlik kelmaydi dediniz, to'g'rimi? Mushunda deb etdiganda uydan chiqib kechda qaytayotgan dunyodagi otalar aman bo'lsin. El-Nuri'nin organik uni. Oy, rahmat çapat attın da oğlum ha. Mavu El-Nuri'nin organik guruji. Mavu may. Makul. Ma bo'lsa ko'nglimiz. Hem sizden bir motor bir narsani evilib, ma kichikkin bir narsani bergan bo'lsaqmi, ko'nglingiz qolmay ketib ketdi. Adam 50 dan oshgan chaqda jiq yemaslik kerak, tanlab yeyish kerak, yiqilmaslik kerak deydigan bir ko'nlarning nimasi bor. Chunki adam yashangan bir yiqilib qolsa, qopolmaydigandir shu. Şu, ben pek dikkat kıldım. Qiling. Davomli kelib bizga ota o'rinda baş bo'lib turishingizni chin ko'nglimdan umid qilaman. Bir eg'iz ko'ngil so'zimni demay faqat chidamadim jonada. Dadangni yeningizda bala, dadangning ajoyib hurmatini qilinglar. Dadasi bor odamning qanchalik noch ekanligini mana mush cho'ng dadam men bugun 1-2 soat yenimda abjirib dadam hayat bo'lgan bo'lsa qanchalik qila bo'lg'aydim deb hasrat ve nadamet kaldım. Şunun için dadası bağla, dadağını acayip hürmet kılıp yaxşı bekip olanglar. Rahmet sizge. Sizlerime rahmet bulun. Rahmet. Aman bulun. Aman bulun şirketiniz oradan aktım. Rahmet, rahmet. Tekemezsiniz o uzun ömür versin. Rahmet, rahmet. Yaxşı iş. Rahmet. Hakikaten. Yaşığım var dadamga